Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina va nabiyina Muhammad sallallohu alayhi va sallam va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Buyuk muhaddis Imom Muslim ta'bir bilan aytganda, misli yo'q olim, hadis ilmi uchun dunyoga kelgan Allohning yerdagi mo'jizasi deya madh etiluvchi zot Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy hazratlarining Al-Jomi as-Sahih asarida jamlangan muborak hadislarni o'rganishga qaratilgan Imom Buxoriy saboqlar rukundagi diniy ma'rifiy turkum ko'rsatuvining navbatdagi soni efirda. Alloh subhanahu va taolo qiyomatgacha boqiy turuvchi kitobi Qur'oni Karimning Ahzob surasi 21-oyatida islom ummatiga qarata quyidagicha marhamat qilgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjulloha wal yawmal akhir va zakaralloha katira. Sadaqallohul azim. Dar haqiqat sizlar uchun Allohdan va oxirat kunidan umidvor bo'lgan hamda Allohni ko'p zikr qiladiganlar uchun Allohning rasulida go'zal o'rnak bordir, deya marhamat qiladi. Chindan ham xotamul anbiyo bo'lmish payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam har bir musulmon kishiga eng yuksak o'rnak bo'luvchi fazilatlar sohibi edilar. Ayniqsa u zotning axloqlari zarbul masallardir. Alloh taolo Qur'oni Karimda maqtagan barcha go'zal xulqlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamda edi. Sirat kitoblarini, muborak hadislarni o'rgangan sari biz bunga yanada ko'proq amin bo'lamiz. U zotdan ibrat olishga harakat qilamiz. U zot hech qachon qo'pol so'z bilan qalblarni yaralamas, balki ularga shifo bo'lardilar. Hatto dushmanlarga ham rahm shafqat bilan muomala qilar edilar. Rasulullohning suhbatlari dillarni tinchlantiruvchi, ruhlarni yuksaltiruvchi nur kabi bir ajoyib holat edi. Zero o'zlari ham ta'kidlaganlaridek, u zot go'zal xulqlarni kamoliga yetkazish uchun yuborilgandirlar. Bu borada marhamat qilib aytadilarki, innama bu'istu liutammima makarimul axloqi. Man o'sha go'zal xulqlarni itmomiga, kamoliga yetkazishlik uchun yuborilganman deb marhamat qilganlar. Qadrli teletomoshabinlar, bugungi dasturimizda sizlar bilan ushbu fikrlarni davom ettirgan holatda go'zal xulq fazilati haqida suhbatlashamiz. Bunda islom ummati uchun mo'tabar ilm manbalaridan sanaluvchi Sahih-i Buxoriy asarida kelgan hadis shariflar bilan yaqindan tanishamiz. Azizlar, odatimizga ko'ra o'tgan galgi sabog'imizda sharhlangan hadisni yana bir bor eslab olamiz. Zero ilm qaytarish va takrorlash hosilasidir. Marhamat, teleekranga e'tibor qaratamiz. Usoma ibn Zayd raziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam men va Hasan ibn Alini tizzalariga o'tkazib, Allohim, men ikkisiga muhabbat qilurman, sen ham ikkisiga muhabbat qilgin der edilar. Yoki shunga o'xshash gapni aytar edilar. Hadisi sharifdan. Dar haqiqat har bir oyati karima, hadis sharif bizlar uchun ilm, odob, tarbiya va nasihatdir. Zotan yuqoridagi hadis ham farzand tarbiyasida mehr va muhabbat, rahmdillik lozimligi, ular uchun go'zal duolar qilish kerakligini ta'lim bermoqda. Azizlar, endi esa bevosita bugungi mavzuyimizga qaytamiz. Qur'oni Karimni tilovat qilar ekanmiz, unda Alloh taoloning Rasulullohga xitoban A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Va innaka la'ala xuluqin azim. Sadaqallohul azim. Ya'ni albatta siz buyuk
xulq uzradirsiz deb marhamat qilganiga guvoh bo'lamiz. Mazkur oyati karimada u zotning nasablari, zohiriy ko'rinishlari, yoxud boyliklar haqida aytilmadi, balki axloqlarining yuksakligi ta'kidlandi. Bundan dinimizda odob axloqning, go'zal xulqning ahamiyati barcha narsadan yuqori ekanligini anglaymiz. Imom Marvaziydan rivoyat qilinishicha, bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ro'palariga kelib, "Ey Allohning rasuli, din nima?" deb so'radi. U zot alayhissalom go'zal xulq deb javob berdilar. U kishi sarvari olamning u yoq bu yoqlariga o'tib, yana 3 marotaba din nima, din nimadan iborat deb so'raganida har safar go'zal xulq deb javob qildilar. Oxirgi marta so'raganida esa payg'ambar sollallohu alayhi vasallam u kishi tomon o'girilib, go'zal xulq esa g'azablanmasligingdir, endi tushundingmi deb marhamat qilgan ekanlar. Demak, islom dinining asosi xush xulqlik sanaladi. Go'zal axloq bilan kishining iymoni mukammal bo'ladi. Bu borada ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan qaysi mo'minning iymoni komil hisoblanadi deb so'rashganida go'zal xulqli mo'minning deb javob berganlar. Imom Abu Davud rivoyat qilgan. Nazratun Naim fi makorimi axloqi Rasulil Karim ensiklopediyasining mualliflari Qur'oni Karim, sunnat va siratda 200 ta go'zal axloq, 161 ta yomon axloq zikr qilinganini topganlar. Musulmon kishi duolarida Alloh taolodan ana shu karim xulqlar bilan ziynatlanishini, karih axloqlardan esa yiroq qilinishini so'rash lozim bo'ladi. Muhtaram teletomoshabinlar, endi esa bugungi saboq uchun tanlangan hadis sharif bilan tanishishni boshlaymiz. Marhamat, teleekranga e'tibor qaratamiz. Abdulloh ibn Amr raziyallohu anhuma aytdi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fahsh so'zlovchi ham, fahsh so'zlashga urinuvchi ham emasdilar. Men uchun eng suyukligingiz axloqi eng go'zalingizdir der edilar. Hadisi sharifdan. Mana azizlarimiz, hadis sharifni tingladik, eshitdik. Keling, endi ushbu hadis sharifni arabcha matniga ham bir to'xtalib o'taylik. Ana Abdullah ibn Amr. Mana Abdullah ibn Amr sahoba ikrom bu zot payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni tavsiflab aytayaptilarki, inna Rasululloh sollallohu alayhi vasallam lam yakun fahishan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uyatsiz so'zlarni gapirmasdilar. Yo uyatsizlik qilmasdilar. Wala mutafahishan. Va qala inna min ahabbikum ilayya ahsanukum axlaqan. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizlarning ichlaringizdan menga eng mahbubrog'ingiz, eng yoqimliyingiz axloq nuqtai nazardan, xulq atvori go'zal bo'lganlaringizdir deb marhamat qilgan ekanlar. Buni qarang azizlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni suygan ummatlardan bo'lishimiz, payg'ambarimizga mahbub ummatlardan bo'lishligimiz uchun axloqimiz, odobimiz go'zal bo'lishi kerak ekan. Ushbu hadis kabi maqtalgan ummatlardan bo'lishlikka intilishsak, inshaalloh Robbil alamin maqsadga muvofiq bo'ladi. Albatta Alloh adolatga, ihsonga, qarindoshlarga yaxshilik qilishga amr etadir va fahshu munkar ishlardan hamda zulmkorlikdan qaytarur. U sizlarga va'z qilur. Shoyatki eslasangiz. Nahl surasi 90-oyat. Muhtaram muxlislar, biz bilan birga sabog'imizda o'rganayotgan talib ilmlarda mavzuga doir savollar bor ekan. Hozir ularning savollarini eshitib, baholi qudrat ularga javob topishga harakat qilamiz. Ustoz, har qanday vaziyatda ham go'zal muomalada bo'lish kishining obro'siga putur yetkazib yoki qarshi tarafning yanada haddan oshishiga
sabab bo'lib qolmaydimi? Juda bir ajoyib savol bo'pti. Haqiqatda bu jamiyatda ba'zi bir odamlarda shunaqa fikrlar yuradi. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yuqoridagi hadisda marhamat qilganlariday, Rasulullohga eng suyukli ummat bu go'zal xulqli ummat hisoblanar ekan. Hattoki o'sha go'zal xulqli insonga nisbatan kimdir dag'allik qilsa yoki kimdir qo'pollik qilsa, urushmoqchi bo'lsa, u bilan tortishmoqchi bo'lsa ham unga chiroyli muomala qilish afzal. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni sinashdi. Payg'ambar alayhi salatu vassalamga o'sha davrdagi qiynalgan sahobalar uchun ma'lum bir muddatga qarz berishdi. O'sha qarzning muddati kelmasdan oldin ko'pchilikning ichida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yaqalaridan ushlab Rasulullohni devorga tirashdi. Hazrat Umar ibn al-Hattob radhiyallohu anhu nima qilyapsan deb ularni ajratib, "Ya Rasululloh, ruxsat bering, men buni jazolay" deganda payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilarki, "Yo'q ey Umar, siz menga va bunga yaxshi nasihat qiling. Menga qarzingni chiroyli qilib ado qilgin. Ey baraka topgir, sen so'rasang muloyimlik bilan so'ragin" deb nasihat qilishingiz kerak edi. "Boringda bundan olgan narsamizni qaytarib bering" dedilar. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga beodoblik qilgan insonga Hazrat Umar ibn al-Hattob o'sha qarzini berar ekanlar. Undan keyin yana bir mukofot ham berdilar. Boya kishi hayron bo'ldi. Bu mukofot nimaga dedi? Payg'ambar alayhi salatu vassalam senga bir mukofot bo'lsin deb berdilar dedilar. Shunda aytgan ekanki, siz guvoh bo'ling, men iymon keltirdim. Men bu zotni kuzatdim. Bu kishida payg'ambarlik hamma sifatlarini ko'rdim, hamma fazilatlarini ko'rdim. Faqatgina mana shu borada ham bir sinashim kerak edi. Men u kishiga dag'allik qildim, qo'pollik qildim, lekin u zot va barakot menga go'zal xulqlar bilan ibrat bo'ldilar deb iymon keltirgan ekan. Ha azizlar, biz payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni suyukli ummatlardan bo'laylik desak, o'zimizning odobimiz bilan, axloqimiz bilan, go'zal muomala munosabatimiz bilan boshqalarga ibrat va namuna bo'lsak yaxshi bo'ladi. Ustoz, jamiyatda urchigan faxsh qo'shib, so'kinib gapirish odatini qanday muolaja qilish mumkin? Bu juda ham bir og'riqli nuqtamiz. Haqiqatda shunaqa holatlar bor, kuzatiladi. Buning uchun azizlarimiz, avvalo kattalarimiz o'zimiz ibrat bo'lishimiz kerak-da. Ota-onalar, akalar, ustozlar, jamiyatdagi yoshlar kattalari qarab intilishadi-da. Bolalar otalaridan namuna oladi. Shogirdlar ustozlariga qarab yo'nalish belgilaydi o'ziga. Shunday bo'lgandan keyin har birimiz o'zimizdan boshlashimiz kerak. Oilada ham gapirganimizda har bir so'zimizga e'tibor qaratishimiz kerak. Agar shunga o'rganib qoladigan bo'lsak, unda ko'proq biz zikr qilishimiz kerak. Astagfirullohal azim va atubu ilayhi. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah degan zikrlarni ko'proq qilib va o'sha diniy ta'limotlarimizda tilimizdan chiqadigan har bir so'zimiz uchun javob berishlik borasidagi ta'limotlarni ko'proq o'rganib, o'qib, unga amal qiladigan bo'lsak, inshaalloh Robbil alamin bu kabi fahsh, munkar ishlardan tiyilamiz va faqat gapirganimizda yaxshi gaplarni gapiradigan bo'lamiz. Azizlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan biz ummatlarga ham tarbiya, ham odob sifatida yetib kelgan yuqoridagi hadis sharhi bilan tanishdingiz. Albatta, mazkur hadis sharhni yanada davom ettirishimiz mumkin. Ammo so'zning afzali muxtasaridir. Endi esa hadisdan o'rganiladigan odob va nasihatlar rukniga navbat beramiz. Undan keyin O'zbekiston Xalqaro Islomshunoslik akademiyasining iqtidorli talabalaridan sharhlangan hadisni, mavzuni qo'llab-quvvatlovchi hamda targ'ib etuvchi mulohazalarni tinglaymiz. Hadisdan o'rganiladigan odob va nasihatlar. Din go'zal axloqdir. Inson tilidan chiqqan bir so'zi bilan yo jannatga, yo jahannamga kirishi mumkin.
mo'min kishi tilini fahshdan tiyadi. Fahshni tarqatishning gunohi uni qilgan bilan barobar. Kishi badxulqi bilan o'zini o'zi qiynaydi. Axloq tarbiyasi hamma davrlarda eng muhim vazifadir. Qur'oni Karim va hadis shariflardagi axloq mavzusiga berilgan katta e'tibor sabab Sharq olimlari ilmiy merosida ushbu masalaga alohida o'rin ajratilgan. Ayniqsa tasavvuf olimlari ilmiy merosining bosh g'oyasi nafs tarbiyasi va odob axloq mavzusidan iboratdir. Ular qatorida mutasavvif ajdodimiz Hakim Termiziy ilmiy merosidagi odob axloqqa oid asarlarni eslatib o'tish o'rinli. Xususan uning Riyozat va nafs kitobi nomli asari nafs tarbiyasi va odob axloqqa bag'ishlangan. Shuningdek, Hakim Termiziyning Al-Amsol minal Kitab va Sunna asarida axloq masalasiga o'ziga xos yondashilib, axloqning asl o'zaklari nomli sarlavha doirasida quyidagicha bayon etilgan. Ya'ni, inson tabiatida axloq urug'i mavjud bo'lib, uning asl moddasi Alloh taoloning ma'rifati va uni anglab yetishdadir. Ushbu satrlarda muallif har bir insonning tabiatida axloq urug'i mavjudligi, uning go'zal xulqqa aylanishida ma'rifat, Allohni tanish bosh omil ekanini ta'kidlamoqda. Shuningdek, u asarda go'zal xulqlar nomli alohida sarlavha ochib, islom ma'rifatida go'zal xulqning o'rni beqiyosligi, go'zal xulqli kishilarni Alloh taolo ham yaxshi ko'rishi haqida to'xtalib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Alloh taolo go'zal xulqlarni yaxshi ko'radi deganlarini keltiradi. Bu hadisni eshitgan buyuk sahoba Abu Burda radhiyallohu anhu o'rnidan turib, "Ya Rasululloh, Alloh taolo go'zal xulqlarni yaxshi ko'radimi?" deb so'ragan ekan. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Ey Abu Burda, har bir kishi jannatga faqatgina husn xulq ila kiradi" deb javob berganlarini naql qilingan. Bundan go'zal xulqning insonlarga har ikki dunyoda ham foydasi tegishini anglash mumkin. Ikki dunyoda baxt saodatli bo'lishini xohlagan kishi buni unutmasligi lozim. Odamlarga mollaringiz bilan emas, ochiq chehra va go'zal xulq bilan yuzlaning. Hadisi sharifdan. Muhaddis ajdodimiz Imom Termiziy keltirgan hadisda Abdulloh radhiyallohu anhu shunday rivoyat qiladilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam mo'min ko'p ta'na qiluvchi ham, ko'p la'natlovchi ham, fahsh so'z aytuvchi ham va tili bemaza ham emasdir dedilar. Ushbu hadis sharifda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mo'min kishi yiroqda bo'lishi lozim bo'lgan 4 xil yomon axloq haqida so'z yuritmoqdalar. Shulardan biri til ofatlaridan bo'lgan fahsh so'zni so'zlashdir. Bu Alloh taologa xush kelmaydigan illat bo'lib, unga berilganlar ikki dunyoda ham azob uqubatlarga duchor bo'ladilar. Shuningdek, dinimizda fahsh gaplarni tarqatishdan ham qattiq qaytariladi. Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu fahsh gapni aytgan odam ham, uni boshqa yoqqa tarqatuvchi odam ham bir xil gunohkor bo'ladi degan ekanlar. Zero Alloh subhanahu va taolo Nur surasida mo'minlarning ichida fahsh gap tarqashini istamasligini ochiq-oydin aytib, albatta, iymon keltirganlar ichida fohisha tarqalishni yaxshi ko'radiganlarga bu dunyoyu oxiratda alamli azob bordir. Alloh biladir, sizlar bilmassizlar deb marhamat qilgan. Ulamolarning ta'kidlashlaricha, fahsh gaplarni tarqatish kishilarning odob axloqini buzadi. O'sha ishga chorlaydi. Jamiyatni odobsizlar, axloqsizlar jamiyatga aylantiradi. Shuning uchun ham buzuq gaplarni gapirish man qilinadi. Anas raziyallohu anhu rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam fahsh so'z aytuvchi, la'natlovchi va so'kuvchi bo'lmaganlar. U zot itob qilish paytida u peshonang yerga ishqalagurgan nima bo'lgan der edilar. Hadisi sharifdan. Aziz fil tomoshabinlar, mavzu borasidagi mulohazalarimizni bugungi kunimiz bilan jamiyatimizda mazkur holatning qay tarzda kuzatilayotgani bilan bog'lagan holda davom ettiramiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning go'zal xulqlaridan ma'lum bir ma'noda xabardor bo'ldik.
Haqiqatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning muborak og'izlaridan biror bir yomon gap chiqmagan yoki uyatli so'z chiqmagan. Payg'ambar alayhissalatu vassalam bizlar uchun ibrat. Ba'zida odamlar aytishadiki, qattiq gapirmasangiz bo'lmaydi-da, urib so'kmasangiz bo'lmaydi-da degan bahonalarni aytishadi. Yo'q, bo'ladi. Mana payg'ambar alayhissalatu vassalamning o'zlari bunga katta isbot, katta dalil. U zot bilan boshlangan, ya'ni bir kishi bilan boshlangan din mana shu chiroyli muomala, yaxshi chaqiriq, yomonligidan qaytarish, go'zal xulq, atvor nuqtai nazardan mana bugun dunyo musulmonlarining adadi 2 milliarddan oshdi. Bugun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni suyib, u zotning sunnatlarini o'rganadigan ummatlardan tashqari payg'ambar alayhissalatu vassalamga adovat nuqtai nazardan ham u zot va barakatli hayotlarini o'rganib, shoyatki bir kamchilik topsak, bir xato topsak-u, butun dunyoga jar solib, musulmonlar obro'siga putur yetkazsak deydiganlar ham ko'p. Lekin alhamdulillahki payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning hayotlaridan, u zot va barakotning go'zal xulqlaridan hech kim xato topolmaydi. Shunday bo'lgandan keyin Alloh taoloning o'zi Qur'oni Karim azimushanda marhamat qilib aytadiki, astag'firu billah, qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumulloh. Ya'ni Alloh taolo payg'ambarimizga aytayaptiki, ayting ummatingizga, agar sizlar Allohni yaxshi ko'rsanglar, menga ergashinglar, shunda Alloh sizlarni yaxshi ko'radi deb ayting degan. Demak, siz bilan biz mo'min musulmon bandalar Allohga bo'lgan muhabbatimizni payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning tutgan yo'llarini tutishimiz bilan, u zotning go'zal axloqlari yu xulqlariga ergashishlik bilan bo'ladi inshaalloh. Muhtaram tiltomoshabinlar, Alloh taolodan barchamizga ushbu saboqlarning manfaatli bo'lishini tilab, ko'rsatuvimiz an'anasiga ko'ra o'rganilgan hadisni yana bir bor takrorlab o'tamiz. Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhuma aytdi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fahsh so'zlovchi ham, fahsh so'zlashga urinuvchi ham emasdilar. Men uchun eng suyukligingiz, axloqi eng go'zalingizdir der edilar. Hadisi sharifdan. Aziz muxlislar, shuning bilan Ziyo Media markazining Imom Buxoriy saboqlari rukunidagi ko'rsatuvi o'z nihoyasiga yetdi. Buyuk muhaddis Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy hazratlarining Sahihi Buxoriy asarida kelgan hadislarni shu tahlil o'rganishda davom etamiz degan ezgu niyatda sizlar bilan xayrlashamiz. Bugungi saboqni Kamina Zayniddin domla olib bordi. Qalblarga islom ma'rifatining singishi yo'lida qilayotgan sa'y va harakatlarimizga Alloh taboraka va taolo barakalar bersin. Yana zangori ekran orqali diydor ko'rishguncha salomat bo'ling. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.